Jigarlar, sizlar so'ragan ishlarni biz chiqarishda davom etyapmiz. Sizlar videoni shunchaki like bosib, ko'proq tarqatib tursanglar bo'ldi. Bizda ish bor, haqiqatan ham to'g'ri. Lekin bir narsani to'g'ri tushunamiz va videoni oxirigacha ko'ramiz. Tushunib olgandan keyin haqiqatan ham ishni nomeriga telefon qilamiz. Hurmatli do'stlar, bizda musofirlar uchun kichkinagina reklama xizmati ham bor. Ya'ni musofirlarga foydali xizmat. Xo'p, biz ish qo'yamiz, ishni o'rtasida kichkinagina o'sha foydali reklamani joylab boramiz. Lekin ko'pchilik tushunmasdan ishni so'rab, mana o'sha reklama xizmatiga telefon qilib qo'yapsizlar. Ya'niki registratsiya qiladigan akamiz bor. Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aka opa singillarimizga deport tekshirib beradi. Nima uchun deport bo'lgansiz? Qayerda, qanday, qachon ochiladi? Yo bo'lmasam uchoq baza turadigan registratsiya, dogovor, уведомление снилось, endi barcha dokument xizmatlarini mana bu ekranda turibdi-ku, Avaz akamiz dokument xizmati bilan shug'ullanadi. Faqat ish uchun javob bermaydi. Ish uchun hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar, bundan keyin ishga nomer qo'yaman. Shuning uchun iltimos, bu mana bu O'zbekiston nomerini ko'rapsizlar, WhatsApp bor. Bilasizlar, Rossiya nomerimiz blok bo'lib qolgan Avaz akamizniki 4242, ya'ni +7926 132 42 42 raqamimiz blok bo'lib qolgan. Ko'pchilik ish topshirib qo'ygan bo'lishi mumkin Avaz akamizga. Mana O'zbekiston nomerlari. Ya'ni qayerga yo'qolib qoldi, pulimizni olib qo'ydik-ku, mashinik ekan degan xulosaga kelmanglar. Bizda %100 ishonchli va kafolatli xizmatlar. Shuning uchun yaqinlaringizga ham o'sha dokument xizmati kerakmi, deport tekshirish kerakmi, qachon ochiladi, bu haqida to'liq ma'lumot berish kerakmi? Mana Avaz akamizni tavsiya qilinglar. Nomerlari turibdi, mana O'zbekiston nomer. Hozircha mana shu O'zbekiston nomerdalar WhatsApp, Telegramlari ishlaydi. Bemalol telefon qilib, nima xizmat bo'ladigan bo'lsa, bemalol ishonchli variantda bitirib olinglar. Endi bu nomerga aytib o'tgandek, faqat dokument xizmatlari, deport tekshirish bo'yicha aloqaga chiqasizlar. Ish bo'yicha endi videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir aytib o'taman. Mana endi reklama xizmati tugadi, endi bu yoqqa ish. Haqiqatan ham kechqurun chiqarganim ish bor. Moskva yoki Moskovskiy oblastida yurgan, yo bo'lmasam O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan yaqindan kelgan akalarimiz ham bemalol borsa bo'ladigan ish. Mana pastda bir emas, ikkita nomerlar turibdi. Smenasi 3700 dan Tulskiy oblastda karton qayta ishlash zavodida haqiqatan ham ish bor. Ko'pchilik aloqaga chiqa olmayapti ekan. Ya'ni nomerlarga, boshqa nomerga telefon qilib qo'yapsizlar-da sizlar. Endi mana bu nomerlarga telefon qilinglar. Mana ikkita nomer turibdi. Smenasi 3700, yotoq bepul, registratsiya 50 kelli, ya'ni 50% siz to'laysiz, 50% ular to'laydi. Rossiyaning Tulskiy oblastida joylashgan. Xo'p, yotog'i bepul, registratsiya 50 kellik, patent to'lab beradi. Ya'ni patentda kompensatsiya qilib oylikka to'lab qo'shib beradi, o'zingizlar to'layverasizlar. Karton qayta ishlab chiqish zavodida shunchaki razrabochi kerak. Boshqa Rossiyani, masalan, boshqa patentlari bo'ladigan bo'lsa, Tulskiy oblastda emassiz, boshqa viloyatdasiz. Lekin patentingiz bor. Mana shu ishga bormoqchimisiz? Bemalol borishingiz mumkin. Borasiz, patentingizni o'sha joyda yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Переделать qilib olasizlar. Ya'ni перевод qilib olasizlar, yana ishda davom etaverasizlar. Endi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan yangi kelgan bo'ladigan bo'lsanglar, cho'ntagingizda pulinglar bo'lsa, borib yotoqxonasiga joylashib, bemalol ishga ham chiqib kelaverasizlar. Bu yerda dokumentlarni to'ldirib olasizlar va patentlarni qo'lingizga olganingizdan keyin sirazi оформление qilib olasizlar. Mana shunaqa xullas imkoniyatlar. Oyligi bir oyda 2 marta, har 15 kunda, 10-25 soatda har oyda oylik beriladi. Pulidan muammo yo'q. Smenalik 3700. Bu degani 1,5 dollar oylik atrofida chiqadi, shunaqa. Sizda rasxod nima? Faqat yeb ichishingizga qolgan hamma narsa kompaniya hisobidan. Forma deysizmi, yotoq deysizmi, borib kelish yo'lkiralarimi, hammasi kompaniya hisobidan. Registratsiya ham pashti kompaniya hisobidan. Yarim pulni o'zingiz to'laysiz xolos. Mana shunaqa ajoyib yangiliklar. Albatta, endi tushundinglar degan umiddaman. Reklama xizmati bilan ish bo'yicha nomerlarni adashtirib qo'ymaysizlar degan umiddaman. Videoni musofirdagi tanishlarimizga yuborib qo'yamiz. 18 yoshdan 45 yoshgacha hammani ishga qabul qilaveradi. Dokument bor, dokument yo'q, farqi yo'q. Ya'ni hujjat yo'li ham bemalol telefon qilaveringlar. Yo'l yo'rig'ini albatta sizlarga ko'rsatishadi. Boraverasizlar. Sog' bo'linglar, videoni maksimal musofirlarga tarqatib qo'yinglar.